Qizlamasligi va nihoyat mana shu Mio haqidagi hamma haqiqatlarni aytib bermoqchiman. Qizlar, agar yuzingizga hech qanaqa shikast yetkazmasdan, makiyajdan keyin shunaqa top-toza, hech qanaqa kirlarsiz va hech qanaqa yuz qurimasdan toza, chiroyli, ухоженный, toza bo'lishini xohlamasanglar, men sizlarga Mio'ni penkasini umuman tavsiya qilmayman. Chunki sizlar xohlamaysizlar unaqa toza bo'lishini. Yuzinglarni tozalab bo'lganingizdan keyingi qiladigan uxuduylar umuman ta'sir qilmasligini xohlasanglar, Mio'ni tonerini umuman tavsiya qilmayman. Chunki bundan keyin yuzga qilinadigan uxud juda ham zo'r ishlaydi. Yuzinglar yangi tug'ilgandagi chaqaloqnikidagi guriylardan qolib ketgan keraksiz husnbuzarlarni izlari yuzinglardan ketishini va toni bir xil bo'lib chiroyli bo'lishini agar xohlamasanglar, Mio'ni mana shu whitening kremiga umuman yaqinlashmasliklarini maslahat berardim. Chunki yuzinglar bu kremdan keyin shunaqa top-toza, vitaminlarga boy, oppoq, toni bir xil chiroyli bo'lib qoladi. Men sizlarga chestni olib aytaman, chunki men hali bu BB kremni ishlatib ko'rmadim. Bu tonalka. Yuzim как раз hozir o't qilingan. Hozir ko'ramiz sizlar bilan, что yuzi qanaqa zo'r yoparkan. Vau! Men ko'p surdim qizlar, yuzimni полностью yetarkan bu. Qizlar, вот, men shunaqa surdim, yuzimni prям hamma joyini yopdi. И bilasizlarmi qanaqa yuzda как будто 10 tonna narsa emas, lёгкий turibdi, juda ham как будто yuzimda hech nima yo'qdek. Bu tonalka lechebniy hisoblanadi. Yuzni qaritib yorib, tez ajin churib olmaydi. O'sha narsalarni oldini oladi. Любой yuzga tushib ketadigan BB krem. Men endi birinchi marta ishlatib ko'rishim. Menga chestni yoqdi. Devchonki, men sizlarga bitta narsa aytmoqchiman. Million turadigan uxuduy kosmetikalar bor, kimlardir yuziga tushmaydi. Juda ham arzon turadigan uxuduy kosmetikalar bor, hammani yuziga tushib ketaveradi. Millionni xuddi shunaqa deb ayta olaman. Ham narxi arzon, ham любой tipdagi ko'jalarga tushib ketadi. Men sizlarga uxuduy tavsiya qilayotganda, har doim reklama qilayotganda birinchi aytadigan gapim o'zinglarni yuzinglarga mos tushadiganini olinglar deb. Chunki meni reklamamdan qimmat kosmetikalarni sizlar zakaz qilasizlar, tushmagandan keyin negativini men olaman. O'shaning uchun men Mio'ni qo'rqmasdan hammaga bemalol tavsiya qila olaman. Birinchidan hammaning yuziga tushadi, ikkinchidan narxi ham juda ham hamyonbop. Lekin Mio'ni ham Mio emas, любой kosmetikani zakaz qilayotganinglarda sizlar birinchi so'rashinglar kerak, o'qishinglar kerak. U yog'li yuzgami, sizlarning yuzinglar masalan quruq bo'lishi mumkin, men tavsiya qilgan narsa yog'li yuzga bo'lishi mumkin. O'shaning uchun sizlar har doim birinchi so'rab, o'zingizlarga yuzinglarni tipiga tushadigan kosmetika uxuduy xarid qilishingiz kerak bo'ladi. Mio'ni nimaga men sizlarga aytaman, har doim u yerda qizlar bor, telefon qilib yoki ofislariga borib yoki direktda bemalol so'rasanglar bo'ladi. Aytishinglar kerak birinchi o'rinda, meni yuzim uzr, yog'li. Menga qanaqa uxuduy kosmetikalar tavsiya qilasizlar? Yoki meni yuzim quruq, yoki meni yuzim akneli. Sizlar birinchi o'rinda yuzinglarni qanaqa problemasi borligini aytishinglar kerak. Men bu qiz aytayapti, menga ham zo'r tushsa kerak, zo'r deyapti, bo'ldi, olaman emas. Sizlar birinchi o'zingizlarni yuzingizga to'g'ri uxuduy kosmetikani tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Mio'da ham xuddi shu narsani aytaman. Birinchi kirib, yuzingizlar qanaqaligini ularga ma'lumot berib, keyin o'zlari sizlarga полностью uxuduy terib berishadi. O'shaning uchun yuzingizga tushmagan narsani olib qo'yib, kimdir maqtagan bo'lsa, o'zingizga sizlarga tushmasa olib qo'yib, ishlatib ko'rib, yoqmasa keyin negativ bildirish kerak emas. Sizlar birinchi xatoni o'zingizlardan qidirib, zaказni ham to'g'ri qilinglar.